Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barchangizga tinchlik, xotirjamlik, sihat, salomatlik tilaymiz. Ha do'stlar, bu videoni qayta ko'ryapsiz. Sababi sarlavhada o'qiganingizdek, to'g'ri, Bahrom aka yana moshennikka uchradi. Hozirgina gaplashdim. Xullas, Qashqadaryo Kosonga qo'ylardi 8,5 milliondan baraka qilgandilar. Men o'sha kuni videoni soat 10 ga qo'ygan bo'lsam, 15 minut ichiga o'sha 10-13 tami, o'sha telefonlardan ilgari kuni birga o'tirgan edik, menga ko'rsatdi. Aka, mana shu odamga berdim dedi. Undan keyin telefonlardan sanab beryaptiki, 300 ta odam chiqqan ekan deb telefonlardan 300 ta odam ko'rsatyapti. Bitta moshennikdi deb 300 ta savdo qaytarildi do'stlar. O'sha birga o'tirganimizda dajit bir telefon ham qildi. Shunday telefonni qo'ygandan keyin men aytdim, aka, bu odam cho'ta nitoga o'xshayapti, zalogini olganmisiz dedim. Shu gapimdan keyin men darrov ovozidan sezdim, angladim. Bahrom aka aytdiki, "Yo'q, Asror aka, ishonarli odam ekan, mashinadan tushirmasdan pulini beraman deb aytayapti" dedim. Dedim, "Yo'q aka, u unday deydigan odam unaqa qilmaydi" deyapman. Yana undan tashqari bu 20 ta ona boladan tashqari 30 ta yana bo'g'oz qo'ylardan ham olgan. Bahrom aka 50 ta qilib ortib Kosonga borib tushirganlar. Borib tushirgandan keyin hozir aniq tafsilotlarini kelgandan keyin o'zlaridan so'raymiz. Tushirganlardan keyin xullas o'g'ilchasi qo'yishdi, savdo qilgan odamni nariroq haydab borar ekan, bular bir marta og'zi kuygan-ku vodiyga. Keyin bular yaqinlashib borib yana qo'ydi qayirar ekan, xullas har xil mashinaga kelib ketyapti deydi. Xullas qaraganki, mashinadan tushirishga pulni beraman degan odam ertalab 5 ga borgan, 6 ga borgan, xullas hozir keladi degan, keyin abitdan keyin 3 ga keladi degan. Xullas qaraganki, bu yog'i mashinisti va. Endi aniq tafsil hozircha men eshitganim, menga aytishgani shunaqa gap bo'ldi. Xullas do'stlar, qo'ylar qaytib kelyapti. Videoni ko'ringizlar, ma'qul kelsa aloqaga chiqasizlar, qo'ylarni baraka qilib olsalaringiz bo'ladi do'stlar. Xullas, akalar, vaziyat chatoq. Bahrom akani yana aldashdi. Bahrom aka yana o'sha soddaligiga bordi. Men aytdim, aka, hozir pulni men tashlamayapsam, fermer ekan. Akam bilan ham gaplashdi, chavandozlarni tanirkan deyapti-da. Aka, bo'pti. Men akaga aytdim, Bahrom aka, bo'pti, fermermi, boshqami? Hozir men o'zim boshqa viloyatda turgan bo'lsam ham, uyimda nimadir olib bormoqchi bo'lsam, magazinga aytaman, klik qilib yuboraman pulini. Yoki uydan odam jo'nattirib oldiraman. Aka, sizdan 50 ta qo'y oladigan odamga siz qanday bir so'm pul zalog tashlatmasdan olib boryapsiz degan gaplarni qilsam, yo'q, ishonarli odam deyapti dedi. O'sha bir og'iz haligi ertalab o'nga qo'ylar daladan kelsa video qilib tashlayman degan ekan Bahrom aka. O'sha paytda o'sha bizlar abitga birga o'ttirdik. Men o'sha mashina ustoga borgan edim. Mashinamni o'sha yerga ustoga ko'rsatdik. Keyin men aytdim, Bahrom aka, mashina to'g'rilagancha bir yuring choy ichib kelaylik dedik. Shu Bahrom akaga telefon qilib, "Ha, nima bo'ldi?" degan. Bir og'iz gap, ikki og'iz gapidan o'sha men anglab olganman-da, u odam uchun nitoda. Xullas do'stlar, bu yo'q shunaqa vaziyat. Xudo insof bermasa qiyin ekan. Haromdan yegan inson bo'lsa shunaqa bo'lar ekanda. Endi nima deb so'kishdi bilmadim. So'kkan bilan foydasi yo'q endi. Foydasi yo'q. Uni savol javobi juda og'ir bo'ladi. Bu xalqqa xizmat qilib turgan odam, xalqning xizmatini qilib turgan odam. Bu yerda men ham ovora bo'lyapman. Xalqning xizmatidagi odamni 50 bosh 20 ta buni bu videodagini yana 30 ta undan tashqari bo'g'oz qo'ylarni kelishtirib, shuncha joyga olib bortirib, pulini bermay sarson qilib olib kelgan odamga qanday baho bersa bo'ladi? Xudo insofini bersin. Mayli. Bahrom akada ham balkim qachonlardir qandaydir ayblar o'tgandir. Buni ham oqlamaymiz. Hammada xato kamchilik bo'ladi. Beayb Parvardigor. Lekin Xudoga topshirdim. Mana aka kelishib kelyapsiz aka. 8,5 milliondan bo'lsa aka. Bir joyda bo'lsa aka berib yuboraman. Yegiz qo'zili qo'ylar mana. Aka, egizni bitta tug'adigani o'sha, to'g'rimi? Ha, bitta mana shu. Yana bittasi mana bu bo'g'oz mana aka. Ichida. Ichida bor. Bir 4-5 kunda tug'ib beradi. Aka, shuni aytaylik, bo'g'oz nechta?
Bo'g'oz bir dona aka. Bir dona o'sha. Ha, mana shu aka. Endi egiz tug'adi deb taxmin qilib turibmiz. Endi taxmin qilib turibmiz aka, mana shu qo'yni. Tajribadan qarab buni nima qilyapmiz? Taxmin qilyapmiz. Chunki mana ikki tarafdan bola urib turibdi. Yana ham Alloh alam aka. Chunki birovga tini mana shu masalan egiz tug'atib faqat urib qolish mumkin. Lekin aytib ketgan narsa yaxshi. Chunki mana qoringa qarang mana. Ikki taraf aka. Ikki taraflama bola urib turibdi deyman-da. Zo'r. Akajon, qadalgani nechi bo'ladi bularda? Qadalgan aka bu yoqqa muxlislarimiz uchun aka. Bu mayda chuyda qo'yatmaymiz aka. 100 ming emas aka. 200 ming silab beramiz, plus dastlabki ham qilib beraman aka. Shunda 8 million 300 dan dastavka qilib berasiz. Dastavka qilib beraman. Bir joyda olganga. Bir joyda olganga, ayirib olganga narxi bo'lak bo'lar aka, muomalasini qilamiz uni. Holatiga qarab. Holatiga qarab. Aka aytilgan narxdan sal kamiga berasizmi? Qo'ylarni shunaqa bormi ichida? Aka, bir oladigan odam bo'lsa aka, maslahat qiling, falon piston deydigan odam bo'lsa, u bilan kelisha olmaymiz aka. Ha, yo ko'rib, maslahat qilib, chiqib, realni shunday gurung qilib qiladigan bo'lsa, 8 million 300 dan yana bir nima silab beraman aka. Bir joyda? Ha, bir joyda. Ha, bo'l. Donaga kelishilgan holda. Ha, donaga kelishilgan holda gurungini qilaveramiz aka. Bo'ladi. Barom akamiz bilasizlar, ancha mard insonlar. Chunki Asror aka, bu ikkinchi partiya qo'ydagi aytib qo'ying aka, video qila olmayapsiz aka. Suyagi aka 90 gacha bor aka, o'zingiz ko'rib o'tiribsiz. Ko'rdim, shunday ekan. 80 dan tepa 90 gacha bor, 50 kilocha vesi bor. Olarman odam bo'lsa, kep ustida ko'rib olsin aka. 350 ta qo'ydan ichidan saylab olsin aka. Yo'q, qarang, 50 kilo ves deganingizga men tushunmayapman-da. Qo'ylar og'ir-ku aka, 50 kilo. Og'ir yo'q, go'shtning o'zida aka. Ha, shuni ayting-da. Men ham boyadan berib kallam olmay yotibdi aka. Nimaga bunaqa deydi? Lekin tarozi juva vesiga bir aka 80 kilo, o'shani 90 kilo chiqadi aka. Aka, muxlislar ham menga o'xshab bosh qotib turgandir. Aka, nimani aytadi 50 kilolik qo'yga? Aka qarang. Bo'lmasa u qo'ylarni ustida kelib ko'rgan odam bilan ishi bitadi. Ha, shunday, uni video qilish shart emas aka. To'ppa-to'g'ri. Do'stlar, qo'y ko'p. Misol uchun kelib mamnun olaman desa, holatiga qarab yana nima deydi? Gurungini qilaveramiz, shunaqami? Shunday. Bo'ldi. Akalar, juda yaxshi suhbat bo'ldi, juda yaxshi maroqli. Qo'ylarimizning ham holatlari juda yaxshi. Nima deydi? Tavsiya qilib qolamiz. Do'stlar, o'zlari tez kunda mana bular o'zi buyog'i yangi yilgacha o'zi boshqacha narsa bo'lib qoladi. Ana shu. Hozir bo'ladi akajon, haydang, qo'yavering. Bitta yurishlarni orqadan olamiz. Mayli, bitta qo'zni, yana bir qo'zni ko'rsatib qo'ying. Aka, hammasi bir-biridan zo'r. Katta bo'laversa, yana ham chiroyli bo'lib boraveradi. Mana qo'zi, mana shu qo'zi yelka qo'zi. Qo'lim ilashgan ushlab kelyapman aka. Ko'rdim. Ko'ryapsiz qo'zim. Oldilarini qarang aka. O'chqar qanday o'chqardan qochganini o'zingiz ko'rib o'tiribsiz aka. Kattaligini. Qo'chqorga gap yo'q. To'g'ri gapda siz xolislar odamsiz aka. U kelgan odam ustida ko'radi. Ustida ko'radi, shunday. Maqtanadigan qo'chqor emassi, kelgan odam o'zi guvohi bo'ladi. Shunday lekin. Yashang. Do'stlar, haqiqatan. Lekin erkagi ham aka, hozir 20 ta bo'ladigan bo'lsa aka, erkagi aka 16 ta erkagi bor aka, shuni aytib ketaylik qo'zda. Aka, qo'chqorni zo'r shunaqa bo'ladi. Shunday lekin. Qo'chqorni zo'r. Bir xil qo'chqorni o'ta semirtirib yoradi-ku. Undan aka urg'och ko'proq tushadi. Urg'och ko'proq tushadi, to'ppa-to'g'ri lekin. Qo'chqorni hech qachon ortiqcha semirtirib bo'lmaydi. U bizniki mana ko'ryapsiz, dash yurgan holatida ko'ryapsiz. O'shaning uchun bizda shunaqa bo'ladi-da. Akajon, juda yaxshi bo'ldi. Qo'ylarimiz ko'rganingizdek, ustida kelib ko'rsangiz, yana ham maza qilasiz. Nima qilamiz akajon? Hammaga mana shunday qo'ylar nasib qilsin. Eng muhimi ikkinchi qoringa o'sha qochib tug'ish ehtimoli 90%. Do'stlar, zo'rda bu. Juda yaxshi. Faqat qo'yni etini tushirmasdan yaxshi qaror qilaverasizlar. Qochmagani bo'lsa qochib ketadi. Uyda yaxshi qaraganingiz hisobiga bolalarni misol uchun bilsam 4 oylikka borib, misol uchun 4 oylikka yetmay ayirib yorsangiz ham, buyog'i ikkinchi bolasini o'sha yana bahor keladi, yana eplab ketadi. Mana shunday. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.